Noto'g'ri tishlar ko'pchilik o'ylashadi, faqat estetik muammoga olib keladi. Ya'ni ular uchun faqat tashqi ko'rinish muhim deb o'ylashadi. Lekin aslida noto'g'ri tishlar bizga fiziologik, estetik va albatta psixologik muammolarni olib keladi. Bularning ichidan estetikani ko'pchilik biladi, bu o'sha chiroyli ko'rinish. Bundan tashqari endi hozir aytib bermoqchi bo'lganim bu fiziologik o'zgarishlar. Ya'ni sizda agar bizlar uchun normal prikus bo'lmasa, bu nafaqat sizni yuzingizga ta'sir qiladi, balki chakka pastki jag'i bo'g'imingizga ta'sir qiladi. Chakka pastki jag'i bo'g'imi orqali esa butun tanamizga, organizmimizga, statikada va dinamikadagi harakatlarimizga ta'sir qiladi. Ko'pincha mana shu chakka pastki jag'i bo'g'imidagi muammo orqali belda yoki bo'yinda bo'ladigan grijalar desam, ko'pchilikka bu mifdek tuyuladi. Lekin afsuski bu bor haqiqat. Insonni o'zini tutishi, ya'ni osankasiga ham juda ham katta ta'sir ko'rsatuvchi narsa bu albatta yuz jag' sistemasidagi muammolar. Ya'ni tishlarning qiyshiq bo'lishi. Ortodontiya 30 yoshdan keyin, 40 yoshdan keyin, hattoki 50 yoshda ham qilsa bo'ladi, qachonki suyaklari va umumiy milklari parodont holatda javob bersa. Qachon qilamiz? Ko'pincha ortopedik davolash muolajasi o'tkazmoqchi bo'lsak, ya'ni tishlar qo'yilayotgan vaqtda, implant qo'yilayotgan vaqtda va ko'p holatlarda bizda ortodontik muolaja kerak bo'ladi. Chunki patsientlar o'z vaqtida murojaat qilmagan vaqtida tishlarni yo'q joyga siljib ketishi yoki yo'q joyga o'sib yoki pastdan tepaga tushib ketishi natijasida biz uchun o'sha tishlarni joyiga qaytarishimiz kerak bo'ladi. Bu vaqtda biz albatta ortodontiyaga murojaat qilamiz. Undan tashqari 35, 38, даже 55 yoshda ham ortodontiya bilan tishlarni to'g'irlash mumkin. Нет, вообще unga bog'liq emas. Bu asosan spetsialistni, ya'ni o'sha ortodont vrachni, mutaxassisni qancha ko'p tajribasi borligiga, o'zini ishini qanchalik professional bajara oladi va undan tashqari sizni hech qanaqa asoratsiz, o'sha jag'ingizdagi tishlaringizni hech qanaqa asoratsiz, muammosiz vaqtida qisqa va eng norma vaqtida to'g'irlab sizga mana shu ishni topshira oladigan ortodont bu haqiqiy professional ortodont. Ortodontiyada biz umuman tishlarga qo'yiladigan braket sistemasi yoki biz foydalanayotgan ba'zi bir uskunalar yoki qurollarimizni narxi bilan gaplashmaymiz. Bu joyda butunlay sizga ko'rsatiladigan umumiy xizmat uchun narx aytiladi. Va bu narx sizni butun umringizga yetadigan mana shu xizmat qiladigan 28 ta tishingizni to'g'ri ishlashi uchun xizmat qiladigan vosita. Так, ortodontiya bu butunlay bitta yo'nalish. Yo'nalish deb oladigan bo'lsak, agar siz braket sistemasi это ortodontiya deb o'ylaydigan bo'lsangiz, bu xuddiki katta bir joyda bittagina instrumentni olib, mana shu katta joy mana shu instrumentga teng degan bo'lasiz. Ortodontiya bu butunlay juda ham katta bir sistema. Ya'ni sizni yosh bolalikdan boshlab, mana biz 5-6 yoshdan bolalarni chaynovini, jag'laridagi tishlari o'sishi, hammasini biz o'zimizni ko'rigimizga olamiz. Va ortodontlar yagona inson yuz jag' sistemasi yuqori pastki jag'ni 3 yo'nalishda, 3D deymiz. 3D yo'nalishda bemalol boshqara olamiz o'sishini. Va bu faqat breketlar bilan emas. Breketlar bular bizga kechki prikus, ya'ni doimiy tishlovga yordam beruvchi, tishlarni to'g'irlashga yordam beruvchi instrument. Lekin breketgacha bo'lgan bosqichda biz juda ham katta ishlarni qilishimiz mumkin. Bolalarni yuz jag' sistemasini to'g'ri o'sishi uchun. Va mana shu boshlang'ich, ya'ni erta bosqichida qilingan ishlar juda ham yaxshi samara ko'rsatadi. Aynan skeletal o'sishga. Biz faqatgina tishlarni to'g'irlamaymiz. Ortodontlar skeletni o'sishiga, ya'ni yuz jag'ini, suyaklarini o'sishiga, to'g'ri o'sishiga yordam beruvchi stomatologiyadagi bitta yo'nalish. Ushbu narsaga amal qilmasangiz, breketdan foyda kutmang. Ortodontiya bu uzoq proses. Ya'ni umuman tish to'g'irlash jarayoni bu uzoq jarayon. Lekin insonlar uchun umumiy olganda 1,5 yil yaxshigina muddatga kiradi. Va agar insonni mas'uliyati, disiplinasi yetarli bo'lmasa, ortodontiyada juda ham katta asoratlarga olib kelib qo'yishimiz mumkin. Birinchi navbatda yaxshi gigiyena bo'lmagan vaqtda biz tishlarning sog'lomligini yo'qotamiz. Karies bo'lishi mumkin. Bu sizni breket karies qildi degani emas, bu siz yaxshi yuvmaganingiz uchun, gigiyena bo'lmagani uchun karies bo'ladi. Ya'ni ko'pchilikda fikr bor, breketlar tishni karies qiladi. Breket bu
bu o'lik narsa. Bu oddiy metall yoki qanaqadir boshqa narsadan iborat bo'lishi mumkin. Lekin u sizni tishingizni hech qanaqasiga yemirib yoki karies qila olmaydi. O'zingizni mas'uliyatsizligingiz tufayli bu yoqda o'sha tishlar yaxshi bo'lmagani uchun karies rivojlanib ketishi mumkin. Keyingi eng katta xatolardan biri vaqtida kelmay qolishlari. Ya'ni boshida, endi boshlangan vaqtda har oyda deyilgan bo'lsa, har oyda kelishadi, vaqtiga qoldirishmaydi. Tishlar to'g'ri bo'lgandan keyin, o'sha natijani ko'rib bo'lishgandan keyin oxirgi jarayonlarda patsientlar vaqtida kelmay qo'yishadi. Va bu narsa yana ham qanaqadir asoratlarga olib keladi yoki davolash muddatini uzaytirib yuboradi. Bunda shuni aytardimki, breket bilan qancha ko'p sizni yurishingiz sizni tishlaringiz sog'lomligiga shunchalik ko'p risk olib keladi. Siz iloji boricha vaqtida ortodontga borib, tishlaringizni hamma protseduralaringizni vaqtida o'tkazishingiz va bu bilan birga gigiyenani zo'r qilishingiz sizni tishlaringiz kelajakda sog'lom bo'lishi garovi hisoblanadi.